Nechi puldan deyapti og'a? 60 ta meva oldim. Qaysi oy bu? Bular mart. Xo'rozi bormi? Mana ikkovmi hammasi? Xo'rozni sotib ol. Ikkovi ham xo'roz ekan-a? Qaysi oy bular? Aprel oxiri 30. Nechi pul deyapsizlar? 200. Pul berishdimi? Sotmadinglarmi bu sherif beringlarmi? Makonlari pastdami? Buni Makonlar nechi? 20. Seroqmi? Bulardan seroq makon. Nomer qo'yib ketaylik, bo'lsam ko'p bo'lsa telegramlar bordir, ha? Qo'yingchi-mi? Urushadimi qo'ysa olish? 91lik, ha? Yo'q, urushmasin. 91lik. 700 700 0073. 0070. Zoti qanaqa bularda? Zota Zoti bormi? O'zimizni shu yerda zotlardan, ha? Qaydansizlar o'zinglar? Quva, mana shu yerdan. Go'zal ekan. Makonlar ham sirop ekan. Bular makon shekilli, ha? Yo'q, xo'roz. Janoymi qanaqa noma? Janoy. Nechi? Qaysi oy? Qaysi oy chiqqan ekan bu? Mayda chiqqan. Nechi pul? Xo'rozlar 300. Xo'roz 300 mi? Makoni? Sotdinglar hammi? 250. 200. Bormi yana bulardan? Janoylardan yo'q. Bulardan bormi? Sotilmaydigani bor ekan. Bular qaysi oy? Bular aprel. Aprel. 5-aprelda chiqqan. 5-aprel. Nechi puldan deyapsiz? 150 dan deyapman. 150 dan. Sotimni etdingizmi? Yo'q, hali Pul berishni nechi puldan berishyapti? 80 dan deyishdi. Bitta joyga. Ha, emas. Zoti mana shu yerda zotlar. Bu hali Shamu mana shunaqa degan zot bo'lagan-a? Ha, Mana shunday. makon. Saysandan bermadingiz. Ha. Mana bilan yana bittasi bor, katta partiya. Ha, ikkovi ajralib turibdi o'zi. Makonmi? Monisi xo'roz bo'lishi kerak, monisi makon. Mulaychilar ham bor xo'rozlar. Borardilar. Saysandan bo'lgan yo'q deng. Ha. Bular qaysi oy? Maysi. Yaxshi, qapasda bo'ladi. Puli nechi pul bular? Bularchi? Yuzdan berdim kattalar. Ha. Mo'g'izcha olsak bo'lam? Bittasidan chiqarib beraman. Chiqaring, ana shu ustiga qo'yingchi. $100 mingdan beryapsizmi oshlig'i? Bormi yana bu xo'rozlardan yo? Bor uyda. Uyda ham sotaverasizmi? Uyda ham sotaveraman. Nomerni ayting. Telefon yo'q menda. Adres Quvani dehqon bozoriga chiqaveradi, olmasa. Bot. Mol bozoriga. Ha, bo'laveradi. Agar uyimga bormoqchi bo'lsalaring, O'zingizga tekstilni oldi. o'zingizga ko'rsatib qo'ying, nomeringiz yo'q ekan-ku. Tekstilni oldi. Quva tekstil deyapman ekan. Ismingiz kim? Alijon. Alijon tog'a. Bog'bon Alijon. Bog'bonjon desa hamma tanir ekan. 100 dan beryapti, yana o't berish mumkin borsanglar uyiga. Uyingizga borsa-chi o't beraverasiz, to'g'rimi?
Bular ham sizdanmi? Bular qo'ysinlar. Bular nechi pul sotildi? Bular hammasidan sotdi. 100 mingmi? Rasmni olgan. Reklamachilar. Ha, nechi pul sotyapti Soysoq bular? Holatiga qarab 50, 60 ming, 70 ming katta. 50 dan boshlanib 100 ga doğru. 100 ga qolmadi endi. 100 ga qolmadi. Go'jalar arzon. Chiqaveradi quvon bozoriga. Bo'l, rahmat. 200 ming kami bormi? Nechta bolasi? O'zini tuxumidanmi? 200 ming kam bor. Pul berishdimi? Nechtami bolasi? 200 ming kam bor ekan. Bunisi aka? Bunda ham 5 tam bola. O'zi makonni o'zi 200 mingmi? Sizlar nimaga unaqa bolalari bilan 200 mingmi? Dehqonchilikmi? Bormi yana bulardan yo? Mashg'ulot. Sotib olasiz bo'lmasa, ha? Sizlar nechta? Ha, nech pul oldi bo'ldi ekan? Oldi o'zi ham chiqdi. O'sha bunday qilib ushlab turing, to'g'ri ushlab turing. Nech pulga oldingiz? Nech pul deyapsiz? 150? 100 dollar. Bir tulaymi bu? Vodiy info. Pul berishdimi? Pul berdimi? Qiziqtiradigan pul bersa sotaverasiz, ha? Qiziqtiradigan pul bersa sotaverasiz. Ko'zi ko'rdi bittami? Bolaga ekanda, bechora. Ha, mayli. Bozor ilayversin, ha? Vodiy info mana o'rdak. O'zim o'rdagingiz. Nech pul sotyapsiz o'rdak? Kattalari 50 mingdan, bolalari ba'zi pullar boshqa 25 mingdan. Yaxshi malades. 50 ming 25 ming kam bor ekan. Tug'ib ham qo'yibdi. So'ragan. Bekarga ekan. G'ozlar. G'ozlar nechi puldan? Oldinglarmi? Sotyapti 300 ming. Quyon ham bor ekan. Quyonchi? 150 ming bor ekan. Inasi. Bular bir tullaymi? Tullaydan chiqdi. Xo'roz 800 mi? Makonlarga nima makon kerak bo'lyapti? Makonlarchi? Makonlar 250. 250 ming. Bu zot qanaqa buni? Shep? Zo'q, shu. O'zimizni zotlardanmi? Jaylari. Chachishganda endi bular, ha, shamoga, karis, paris deyishadi-yu. O makonlar zo'r ekan, ha? Makonlar tuxumdan. Bu bir tullaymi? Evet, bir tane böyle. Kilosi ham bir 5 kiloga yaqin bordir, ha? Necha kilo? 4 kilo depasiz bormi? 3 kiloga chiqsa. Anchagina oldi. Yigitda makonda buncha. Makon quvvatini olib yuboribdi. Nech pul deyapsiz, Hoji? Pul berishdimi? Nech pul berdi? Hatta asker 100 beradi. 300 ga berilgan. Hozir bozorda oldi o'tirib ko'rasiz. Ha, ekan chiqdi, endi chiqyapti. Ham cho'tka ekan. Askerchi xo'rozin 300 ga berilmabdi. Makonlarchi? makon meniki bas.
Chiqaladimi? Ha. Qaysi oy bular? Fevrali 20. Fevral. Chalasagan fevral. Neç pul berdingiz? Ha, necha pul berdingiz? 150. Hammasiga. To'rtta. 80 mingdan 360 olamidi? Ya çocuğun hafkeci. Mana xo'roz o'sha bilan makon shu. O'ziga berib beraman deyapti-yu, şey. Ama xo'rozi bo'lashik. Fevral, mi yanvarmi deyapti-yu. Prosta tushirmagani juda ko'p-da. 250 ga sotilibdi shu. Baraka olsun. Qaysi oy ekan bular? Aprel oxirida. Necha mashina? Nesh bularni? Uchovini 400 ming pul berishdimi? Bu ikki xo'roz shekilli aka? Bittami aka? Ne güzel ekan bu. Bunisi necha pul bo'ldi aka? 1 million. Qanaqa bu? Karismi? Pul berishdimi? Pul berdimi? Do'razada ekan 600 ming qilishdi. Qaysi oy bu aka? Yanvar. Ne yapıyorsunuz lan? 200 ming aka. 10 tane bir yere. Neç binden ekan bular? Zoti bor narsalarmi? Qayerdan so'zingiz? Bormi yana nimalar? Neç puldan bular? Yürüyün kabarıp köşeye. Bozorda-da. Ananki. Zo'r chiqsa peshana. Xo'rozmi bu? Zo'rini apilga dona. Afrikada oradan xo'roz o'zim edi. 100 ga oldingizmi aka shuni? Yok keling. 200 ming. Yo'q. Buni unchalik qiling. To'g'ri 300 dan deyapti, kami bor deyapti. Keldi kelsin. Urushib ketyapti. O'ldirib davom o'tgani kirib yuborgan xo'rozni bolam bozorga olib sotmaysiz-ku. Ya kirib yuborgani yo'q-ku. Ya shu endi gap gapirsiz xo'roz bormi? Xo'roz bormi? Ojdom unga pul berishdimi bularga xo'rozlarga? Mana unga pul berdik ya. Necha pul berding? 250 ming berdik. Mana xo'roziga. Mana bilan mana makoniga. Ha. Bular hamtanata mana uchalasi. Ha. O'zi hammasi bitta ochilgan. Endi otasi boshqa bu. Mana ularni endi otasi boshqa. Bular boshqa ekan-ku. Mana Vyetnam. Mana toza karisdi bolalari. Mo'la bilan turibdi. Yetamiki. Qaysi oy deydi? 10 kun qoldi 3 oy o'lishga. Aprelda 10dan 15ida chiqadi. Endi ishqibozi
Bitta tuxumni to'g'ri taydan chiqqan. Lekin mana uchtasi boshqa zot. Dedi. 250 ming qildi. Yo'q, 250 ming. Bering yaxshi o'tdik. Bering yosh tog'a. Qiziqqaniga bering. yo'q, siz bering biz bak. Necha qo'shingchi? Mana shu ikkalasi. Bu bilan ikkoviga 250 ming beryapsizmi? Gap qo'shib beradi emas. Necha qo'shib bering beradi. Hoji tog'a necha pul qo'shib bersin? To'g'ri qilib beraversin dedim. 50 mingga o'ylanib turibdi. Necha o'tib bering? Yo'q, Baqarkan. 300 mingdan ham jicha o'tib beradigan bo'lsam, akam puliga beraveradi. Qaysi birini qilyapti? Bu bilan mana uni makiyon. Ikkovini 300 ming qilyapti. 250 ming. Tog'a 300 ming so'raydi. Nechi pul dedinglar? 80 ming bering. Uchoviga. 80 ming qilishdi, bermayman beraman. Shimara deysiz. Nimchona arzon sotyapsizlar? Tuxumi ham bor ekan. Ishga borish kerakda. Dam olinglar bugun bozor. O'zbekiston kuzib qo'ydi mana. 5 Ishlaydigan kayfiyat yo'q hech kimda. Ana shu narx ham tushdi-da. 80 ming bering. So'rash, endi so'ray kelasizmi? Yo'q, men anaqaga videoga olyapman, YouTube'ga qo'yganim. Bo'lmasa olaverardim 80 mingga ham arzon bu. Hamma 50 ming deyapsizlar, arzon ekanda 3 dan 80 ming. Oshga ketish kerak. Ham yosh ekan-a? Endi tuxumga kirib. Kaliforniya ekanda. Teyaptimi bolasi? Ha, deyapti. 500 mingga oldinglarmi? Olasizda. Yesam dedi. Qanchadan deyapsiz? Arzon beraveradi olsanglar tog'aya. Nech 200 sot deganmi? O'shanga yaqinroq. Ha, 150 ga ham yaxshi ekan ama. Tuxum 2 marta tuxum tug'ibdi. Men tog'am aytdi-da, 2 marta tuxum tug'di, tuxumga kirdi dedi. Ha, bu Lekin turi anig'ini men bilmayman. jo'jamas ekanda, demak-a bu. Ha, 2 ta tuxum tug'di dedi. Hozir 150 ga berganingiz yo'q. Makiyonmi xo'rozmi? Makiyon aka. Bular nech puldan quyonlar? Lekin salom. Bular 80, 95 ham bor aka, 80, 90 beraverasizlar aka. Nech puldan sotyapsiz? Biz 95 kam bor deyapmiz aka. Ha. 50 dan sotyapsiz. Yo'q aka, o'zim 70 olganman. Ha, shu mana deysiz. Olib Bular sotamiz. ensibi bu. Kattasi ensibi. Bular endi 200. Bu yaponlar nech puldan? 150 ga berib yubormaysizmi? O'ziniki bo'lganda 100 ga ham beraveradi. 500 olib ketamiz. Tog'ay ham olib ketaveradi. Nech pul deyapsiz? 600 ming. Nechta bolasi? 2 mat. Bu alohida ekan-a? Ha, bular. Bolalar nech puldan bular? 25 ming kam. Bunga pul berishdimi? Ha, Nech pul? 380 berishdi. Tuyonlar ham sizdanmi? Tuyonlar bulardan. Mana bular nech pul? Jo'jalar bo'lishi. Bo'lishi 22, 20 lar. 20.